Assalomu alaykum Instagram obunachilarimiz. Akalar, xudo xolasa videoni o'tkazmang, oxirigacha ko'rib turing. Bir 4 dona akalar yaxshi qo'yimiz kelgan, partiya qilib chiqaramiz akalar. Birinchi partiyamizga egizagidan akalar, xudo xolasa mana. Ko'paysinidan, barakaligidan zo'rini qidirib yurgan akalarimizga chiroyli qilib chiqarib beramiz. Xo'p, akalar bolalariga bitta e'tibor berib qo'yamiz. Xo'p, ikkalasi ham urg'och akalar bolalari. Bu jonivorlarga bitta havas qilganlar, niyat qilganlar bo'lsa, like-ni tirs etib bosib qo'ying aka. Xudo xolasa hammamizni qo'ramiz shunaqalardan yuzlab boqish nasib qilsin. Shalpan quloq, ikkalasi ham sog'liq akalar. Biri qizil, biri akalar sariq. O sarig'i oq yuz akalar. Manisi hisori simjun akalar. Ikkalasi ham simjun xudo xolasa. Urg'och qo'zlar, oyoq qo'l uzun-uzun. Bu onasi akalar bu. Jonivorga qaranglar. Xo'p, akalar onasining yoshi 6 tishdan akalar 8 taga o'tib turgan, 6 tishga to'ldirgan. Mana 3-bolalar akalar. Jonivorlarga bitta e'tibor berib, like-ni bosib qolsalar. Jonivorlar. Xudo xolasa akalar bularni onasi to'g'ri unaqa zotli, haligindaqa qo'ymas, lekin akalar suyagi katta. Hisoriga chachishgan akalar. Quloqlari uzun onasini ham. Yuzini ko'rsat. Mana tishini ham kiratib qo'y, bu qari deganlarga. Akalar 6 tishga to'ldirib 8 taga o'tib turgan. Xudo xolasa qo'y kuchida. Bir yana 4 yil bola soslaring bo'laveradi. Onasini ham dumbar azrezlari o'ta ham kelishgan jonivordi. Mana orqa taraflari. Xudo xolasa maza qilib boqaman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Mana jonivor, mana bolalar akalar. Xudo xolasa ikkalasi ham teng boqib turgan. Bo'ybasti ham bir xil akalar. Xudo xolasa mana sarig'i necha no'chchiroq. Bu qo'zlarni qaranglar. Mashalloh. Dumbar azrezlari o'ta ham kelishgan. Toza narsalarni zo'rini olaman degan akalarimizga yana ko'paytirib, maza qilib uzoq vaqt boqaman degan akalarimizga aloqa chiqdilaring. Xudo xolasa narxini ham chiroyli qilib qo'yib beramiz akalar. Mashalloh. Jonivorlar akalar qulog'iga alohida e'tibor berasizlar jonivorlarni. Kichkinaligida qolmas akalar. Quloqlari shalpan quloq. Bir 8 kun 10 kunlik bo'lgan yo'q akalar hali qo'ylar. Bir haftalik bo'lib qoldi adashmasam. Endi biz ham olib kelganmiz. Jonivorlarga qaranglar akalar. Xudo xolasa shunaqalardan hammamizga nasib qilsin. Havas qilganlar like-ni bosib qo'yinglar akalar. Xo'p, buni endi narxini qo'yamiz akalar. Xo'p, narx kimgadir ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar akalar. Xo'p, 11.300.000 so'mga akalar Toshkent zasakasini yetkazib olib beramiz akalar. Lekin oxirgi narx akalar 11.300.000 so'm. Mana xudo xolasa qo'zlaridan chiqitadi akalar. Bu qo'zlari kuziga qo'yib qolsa akalar, yanaga erta bahor shunaqa kunlarga qo'shara qo'zlar ham qochaveradigan narsalar. Jonivorlar. Havas qilganlar bo'lsa, niyat qilganlar bo'lsa, aloqaga chiqsin, ishlarini bitiramiz. Jonivorlar. Akalar biz keyingi partiyani ko'rsatamiz, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga mana bundaqa qora bayirdan deydi, shunaqasidan. Akalar, afg'onni qora variantidan. Afg'on zot afg'on akalar, lekin qorasidan. Mana jonivorni qaranglar. Haqiqiy tinig'idan, tum qora simjunidan akalar. Orqalaridan ko'rsataman akalar. Unaqa osilib ketmagan. Akalar, bo'g'oz qo'yimiz, xudo xolasa, mana yillar tashayotibdi o'zi. Qo'yimiz bo'g'oz. Dumbar azrezlari kelishgan. Unaqa osilib akalar, ko'ti yopilib ketmagan. Xudo xolasa yaxshi narmanni qo'chqordan qochgan akalar. Gavdavoshi o'ta katta qo'ydi jonivorda. Bo'ylari bir 90 ga yaqin bo'lsa kerak akalar, 85 kilogrammlar. Tishlari akalar, realniy bo'lsa ochib qo'y. Ochib ko'rsatadi. 4 tishga to'ldirgan, 6 taga o'tib turgan akalar tishi. Jonivorniki mana. Maza qilib ko'paytirib yuraman deb boqib yuraman degan akalarimizga qo'yib beramiz akalar. Va hozir yeb ichishlari, sog'liklari joyida. Jonivorga bitta qiziqqanlar bo'lsa, like-ni bosib, baho berib qolsinlar akalar. Xudo xolasa narxini ham chiroyli qilib qo'yib beramiz akalar. Dollarda bo'lmaydi, so'mda qo'yib beramiz akalar. Arzon qo'yib beramiz. Holatiga yarasha. Bilasizlar akalar, hammasi ham o'ziga yarasha narx bo'ladi akalar. Yaxshi qo'y, yaxshi pul jaydari qo'y akalar, arzonroq bo'ladi. Lekin bu akalar zoti toza narsa, qo'chqorda yaxshisidan qo'shilgan akalar. Mundayroq qo'chqor qo'shilmagan. Buni tushgan bo'lsa ham akalar ozgincha pul bo'lmaydi, xudo xolasa. Mana ko'paytirib yuraman, maza qilib boqaman degan akalarimiz bo'lsa, chiroyli qilaman. Akalar quloqlari ham bir 20 atrofida. Jonivordi. Mana. Mashalloh. Turishiga bitta baho berasiz. Gabariti o'ta ham katta akalar, bellari 50-50. Qo'ydi qarang, belini kattaligini. Haqiqiy qo'ydi, yerigi papasi deydi-yu shunaqasidan. Uka qo'yib yuboring, bitta yurishini ham ko'raylik.
Canavar. O'tda ham kelishgan. Stoykalari o'tda ham klass. Ana akalar sog'lig'imiz. Ozgina sho'xlik qilyapti akalar. Qochyapti canavar. Turishiga bitta baho berib qo'yasiz. Hop, akalar narxi keladigan bo'lsak, narxi akalar, hop, 10 million 200 ming so'mga Toshkentgacha dostavkasini qilib yuborib beramiz. Ehtiyot, ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar. Janob, akalar like qarasa like-ni bosib qo'yasiz. Xudo xolsa, negativda bo'lsa o'zimga aloqa chiqarasizlar va kommentariyaga bunaqa deb fikrlarni bildirmasiz. O'zimga gapirib qo'ya qilasizlar, akalar telefon qilib. Mana. Buni bilgan biladi akalar. Xudo xolsa qo'y tushungan odam bo'lsa, maza qilib boqadi. Yaxshi narsa, tavsiya qilamiz akalar. O'zimiz ham mashinada yuramiz akalar. Bir dunyo pul qo'yilmaydi buning ustiga. Kichkina narsa emas, kichkina pulga kelmagan. Ana. Kimgadir ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar akalar. Narxini holatiga yarasha qilib qo'yapmiz. Ana janovarga bitta baho berib qo'yasizlar, yirik narsa. Zo'rini olaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqa chiqarasiz. Biz keyingi partiyani ko'rsatamiz. Obunachilar, bu partiyamizga ona bola akalar. Oxirgi so'nggi partiyamiz bolasi qo'chqor tozasidan akalar. Onasi tishi buzmagan qo'zi hali. Gap isbot bilan bo'lsa tishini ochib qo'y. Ana akalar. Och. Qo'zi tishda hali. Bolasi qo'chqor, bolasida qo'l bor. Bitta e'tibor berib qo'yasizlar akalar bolasiga ham. Ana toza narsa, dumba razvezlari hamma yo'g'i kelishgan ko'chat qo'y. Mashalloh. Havas qilganlar, niyat qilganlar hammamizga bersin akalar. Jonivorni qaranglar. Onasini bo'yakilar 80 plus yo'laverasizlar, hali yosh. Endi tishi buzadi onasi akalar. Mana qo'chqorni zo'r qo'shilgan ekan akalar, bora bolani ham haqiqiy zo'r beribdi jonivor. Ana akalar qo'lsiga bitta baho berib qo'yadi. Akalar yeb ichishi, sog'ligi hamma yo'g'i joyida. Bolasi tikka istagan tuyoq qo'chqor qo'ysangiz ham bo'laveradi akalar. Zotga. Ana onasi haqiqiy qo'ydi olsang sog'lomidan ol. Aldansang yoshiga aldan deydi akalar, lekin bu aldanadigan narsa emas. Ko'z ko'rib turgan narsa akalar. Onasining quloqlari butun, yoshi zo'r akalar, xudo xolasa. Kimgadir narxi ma'qul kelsa akalar, aloqa qilaring. 8 million 200 ming so'mga akalar. Oxirgi narxi Toshkentga yetkazib olib beramiz. 8 million 200 ming so'm akalar. Kimgadir ma'qul kelsa aloqa chiqarasiz. Onasi mana dumba razrezali kelishgan onasini akalar. Suti zo'r, xudo xolsa bolani chiroyli boqyapti. Mana jonivor. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqsalaring ishlaring bitadi. Xudo xolsa qo'ydi zo'rini olaman degan akarimizga tavsiya qilib qolamiz. Hammamizga bersin akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'ling. Shu paytgacha ko'rgan bo'lsangiz akalar, xudo xolsa bundan keyin ham qo'yib turgan videolarimizni kuzatib boring. Siz istagan qo'y bizning kanalda chiqadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like-ni bosib qo'yish esdan chiqmasin.